Zaps ketdi bolalar, xudo xolasa. Tak, boshlaymiz unda, mayli. Nima deydi? Yarimidan kiradimi, o'rtasidan kiradimi endi o'zida xohish. Xudo xolasa u hamma o'zi uchun harakat qiladi. Biz hech kimni majburlamaymiz. Yo bir hech kimga bir shart qo'ymaymiz, yo bir hech kimni boshiga pistolet tiramaymiz. Davay darsga kir deb. Hamma o'zini plyus uchun ishlaydi. Hamma o'zini plyusini oladi, olmasa o'zi bo'ladi. Qolib ketgan odam qolib ketadi. Bilim olgan odam bozorda mustaqil ishloladi, xudo xolasa. Xo'p. O'tgan safar sizlarga imina Malayziya SNR bo'yicha qattiqroq gapiraman bolalar, shtobi sizlarga yetib borish uchun. Tovushini rosa qattiqlik qilsa, nima deydi? Sal mikrofonni pasaytiringlar. Malayziya SNR bo'yicha biz sizlarga, men o'zim birinchi darsda sizlarga o'tib berdim, to'g'rimi? Birinchi darsda biz nimani o'rgandik? Imina Malayziya SNR strategiyasi bo'yicha biz sistemani o'rgandik, to'g'rimi? Sistemani, ya'ni kim davomi bor edi. Sistema просто tak bir o'zi emas edi. Sistemani davomi bor edi и почти bir 100 tami, 150 ta odam efirda o'rtasidan promoy kirib kelgan ekan, osmondan tushganday bo'lib. Men ozroq mana bu glavniy joylari bo'ladi-ku, o'sha joyni hozir sizlarga повторение qilib o'tib ketaman. Shtobi mana hozir ham yangi kirgan odamlar bor, 600 ta odam meni eshitib o'tiribdi. O'sha joyni sizlarga повторение qilib o'tib ketaman. Shtobi bugungi darsimni sizlar kechagi o'tgan darsga ulashlaring kerak-da, подключить bo'lish kerak bir-biriga, plyus bo'lish kerak. Отдельно bilim olib qolsalaring bo'lmay qoladi, tushunmay qolasizlar. O'shaning uchun birinchini endi mayli, pust lishkaga ko'p odam yozdi, aka повторение bo'lsin. Ikkinchisini o'tasiz, birinchisini tushunmay qolamiz. Повторение bo'lsin degan odam ko'p bo'ldi-da. O'shaning uchun hozirroq men повторение qilib beraman. Glavniy joyini, xudo xolasa keyin o'tib ketamiz u yog'ini. Qaranglar. Sizlarga men ishlatadigan strategiyani aytdim. O'zim ishlatadigan strategiya bu sizlarga aytganman, bilasizlar, taniydigan odamlar taniydi. Malayziya SNR strategiyasi. SNR degani inglizchani yaxshi biladiganlar, bu support and resistance zona. Ya'ni kim bizning strategiya aniq bir zonadan aniq bir zonaga ishlaydigan strategiya. Zonadan zonaga support zona, resistance zona bo'ladi. O'zini nomi bilan aytib turibdi, support. Ya'ni kim qo'llovchi, qo'llab turadigan, yordamchi-da. Resistance qaytaruvchi. На русском уровень сопровождения, уровень поддержки, уровень qanaqa edi ruschasiga? Adashmasam. Xullas o'zbekchasiga qo'llovchi, qaytaruvchi desak ham bo'ladi, supportni. Inglizchani unday yaxshi o'qimaganman. Xo'p, qaranglar. Tak, SNR strategiyani nomi, S bizda support, R bizda resistance bo'ldi. Tushunishlaring uchun. Support, resistance. Qo'llovchi, qaytaruvchi bo'ldi. Endi biz sistemani ichida 3 ta narsa bor edi. Glavniy qaraydigan narsamiz o'sha birinchi darsda berganman-ku sizlarga. O'shaning ichida sistema bor edi. Sistem SNR da. O'sha sistemani ichida biz qaraydigan 3 muhim narsa bor edi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'g'rimi? 3 qaraydigan osnovamiz, ya'ni kim qaraydigan narsamiz, bizga shart bo'lgan narsa bu birinchisi grafikamizni tipi line chart ko'rinishida bo'lish kerak. Shart, ya'ni kim? Tushunyapsizlarmi? Line chart, liniya ko'rinishi. Yaponskiycha kerak emas, ishlamaydi. Xo'p, ikkinchi, любой trader nimada analiz qiladi? Albatta, time frame ga qarab, to'g'rimi? Значит, bizda bor qanaqa time framelar? Daily time frame bor, to'g'rimi? Kimdirlar uzoq muddat ishlashi mumkin. Yana qanaqa time framelar bor bizda? H4 bor, H1 bor, M30 bor, to'g'rimi? Xo'p, bizga kerak bo'lgan 3 time frame qaysi? Albatta katta time framedan biz analizni boshlaymiz. O'shaning uchun bizga kerak bo'ladi, ya'ni kim? Daily time frame, H4 time frame, bizga kerak bo'ladi H1 time framelar. Mana biz o'sha time framelarda analiz qilamiz, bizga mana shu time framelar analizimizga to'laqonli yordam beradi. Xo'p, uchinchisi bizda
tushuncha, ya'ni kim big moment tushunchasi bor. Buni bu sizlarga poka что kerak emas. Hozirga kerak emas, ertaga kerak bo'ladi. Xo'p, birinchilikdan tushuntiraman. Birinchisi bu bizda grafikamizni tipi line ko'rinishda bo'lishi kerak. Liniya. Ya'ni mana bunaqa liniyani bilasizlar-ku, to'g'rimi? Ko'rgansizlar buni, mana bunaqa liniyani. Mana shunaqa liniya tipida bo'lishi kerak. Xo'p, mana bu yaponskiy switch bizga zona tortishimizda kerak emas-da. Birinchi liniya ko'rinishda biz zonalarni olamiz, keyin yaponskiy switchga o'tib, switchni analiz qiladigan bo'lsa, keyin yaponskiy switchga o'tamiz. Ungacha kerak emas. Ungacha вообще kerak emas. O'shaning uchun birinchi qiladigan настройка, birinchi qiladigan pravila, birinchi qiladigan narsamiz bu line chart. Ikkinchi qiladigan narsamiz bu albatta time frame. Biz katta time framedan boshlashimiz kerak. Albatta kunlik D1 dan H4 dan keyin H1 ga o'tishimiz kerak. Birinchi H1 dan analiz qilib, keyin H4 ga o'tib, keyin daily time frame ga o'ta olmaymiz. Xo'p. Значит, birinchi dars qisqacha. Endi shu joyida tezlik support resistance zonani qayerdan tortamiz biz? Support resistance zonani biz imенно men sizlarga primerni ko'rsatdim, to'g'rimi? V harfiga o'xshaydi, A harfiga o'xshaydi. V harfiga o'xshasa, значит bizda support bo'ladi, A harfiga o'xshasa, значит bizda resistance bo'ladi debda. Ya'ni kim V harfi bo'ladigan bo'lsa, bu primer bu. Grafikadan sizlar support zonani qanday topasizlar? Sizlar o'zlaring savol beringlar, novichoklar. To'g'rimi? Albatta sizlarga primer kerak, yordamchi. Ya'ni shablonniy variant, shpargalka desang ham bo'ladi. Shablonniy variant bizda bukva B. Ya'ni V harfi bo'lsa, bizda support zona bo'ladi. Именно S o'sha support zonadan biz fokusimiz buyda bo'ladi, buyga harakat qilamiz. Чтобы support nima edi bizda? Qo'llovchi edi, to'g'rimi? Qo'llovchi zonadan biz sellga kirmaymiz-ku. Sellga kiramiz когда resistance zonadan, qaytaruvchi zonadan. Support zona uchun, support zona bo'lgani uchun biz fokusimiz buyda bo'lishligi kerak. Endi ikkinchisi bu bizda resistance zona dedim. A harfiga o'xshaydi. O'rtasida просто tayoq yo'q. A harfiga o'xshashligi biz bu yoqdan misol zona tortsak, например, zona tortamiz, чтобы kelib bu yoqqa yurib ketsa, bizda grafikadan, line chartdan anaqa A bilan V ni topib olish oson. Hozir mana bugun sizlarga ko'rsatib beraman buni primerini. Shablonniy variantini bo'ldi. Xo'p, birinchi o'tgan darsimiz qisqacha mana shu edi. Men cho'zib, nima deydi, ko'paytirib o'tirmadim. Birinchi darsimiz mana shundan iborat edi, bugun kirganlar. Endi hozir buni davomi, ya'ni kim ikkinchi darsga o'tamiz. Endi birinchi darsni primerlarni keltirib o'tib ketay. Qaranglar. Xo'p. Trading viewga kirasizlarmi? MetaTraderga kirasizlarmi? Любой odamning настройкasi bor. Любой odamda настройка bor. Xo'p, mana bunaqa bar ko'rinishi bor, qaranglar. Yaponskiy switch bor. Qanaqa yana Heikin Ashi degan bor ekan, mana yangi chiqqani. Bizga bu tip kerak emas. Bizga nima dedim boya sistemada birinchi ko'rsatganim. Bizda albatta qaysi edi? Liniya ko'rinishi edi. Вот, liniya ko'rinishi. Liniya ko'rinishida biz mana bunday nima deydi? Liniyaga qo'yganimizda ko'ra olar edik, to'g'rimi? Birinchi darsni ko'rganlar. Endi qaranglar. Hozir men bitta yozib kiramiz darsga. Shu sulkada chat bo'lyapti. Hozir bo'linib kelyapti-da. Tovushimmi? Qatyapti, ana qanaqa. Senda shunaqadir-da. Xo'p. Qaranglar. Значит, men grafikani qanaqa tipga qo'ydim? Line chartga qo'ydim, to'g'rimi? Вот, liniyaga qo'ydim men. Men yaponskiy switchda hozir analiz qilmayapman. Tushunyapsizlarmi? Birinchi bo'lib line chartga qo'yib olyapman men. Вот, line chartga qo'yganimdan keyin men support resistance zonani tortib ola olaman. Mana shu yoqda bizga явно ko'rinib turadi support resistance zonasi. Endi boyagi primer bor edi. Primer qanaqa edi bizda? Bukva, harf V, A bo'ldi.
Bizda aytdim men, V bo'ladigan bo'lsa, bu support ishga kelsa, bu joyda men bayga ishlayman dedim, to'g'rimi? Fokusim bayda bo'ladi dedim. Endi A bo'ladigan bo'lsa dedim, resistance bo'ladi. Fokusim qayerda? Sellda bo'ladi. Ya'ni kim o'yim, xayolim sell pozitsiyada bo'ladi. Bayga qaramayman. Endi bu joyni qarasak, bu qaranglar, mana yerda mana V harfiga o'xshash narsa bormi mana? Bukva V dedim men sizlarga mana. S bizda support, to'g'rimi? Bu joyda bormi o'sha narsa? Vot bor bizda. Endi qaranglar. Bu bukva A dedim. Bu bizda aytdim resistance zona dedim, to'g'rimi? Endi shu A bormi grafikada? Line chartga qo'yganimda vot bor. Endi shu joydan, например, sizlarga shablonli variant. Shu joydan men zona tortadigan bo'lsam, men buni zona qilib oladigan bo'lsam o'zimga, vot zona qilib oldim. Tepani ham men o'zimga zona qilib oldim. Vot qaranglar endi. Mana bu ko'rinish, mana bu ko'rsatgan primer shablonli variantim realniy grafikada turibdimi? Vot turibdi-da. Mana A bo'lgani uchun ham shu zonadan narx kelganda bizga bir marta, ikki marta ishlab beryapti selga. Prosta tak bu yerda biz zonani to'g'ri tortishni o'rgansak, u yog'i dashi, точка входdan, ya'ni kim tasdiq olishni yaxshilab o'rgansak bo'ldi. Aktualniy zonani bilamiz, tasdiq olishni bilamiz, bo'ldi. Tasdiq olgandan keyin biz bozorga kira olamiz, qo'rqmay. Poytun bizda nima bor? Bilim bilan strategiya bor. Endi vot V support zonadan endi qaranglar. Vot narx bizga qaytib bergan. Necha punkt? Punktga qiziqadigan odamlar bo'lsa, 4830 dan bizga primer 4843 gacha yurib bergan. Bu degani 130 punkt. 130 punkt degani sizlar $10 riskovat qilib $13 ishladlaring degani. Bu yoqda sizlarga faqat kerak bo'ladi tasdiq olish. Tasdiq degani aniq bir konkretniy mana bozorga kir degan sistema, strategiya kerak. Joyi kerak. Strategiyani ishdagi bir bo'lim kerak. U bo'limga ham hali kelamiz. O'sha bo'limgacha sizlar bilan mana bu darsliklarni birinchi ko'rib olishimiz kerak-da. Birinchi bozordan biz zonani to'g'ri tortishimizni o'rganishimiz kerak. Zona nepravильный bo'lsa biz ishlay olmaymiz. Tasdiq olishimiz zo'r bo'lsa ham zona xatomi biz ishlay olmaymiz. Tushunyapsizlar, ha? Shuning uchun birinchi bo'lib bizga kerak bo'ladi zonani to'g'ri tortish. Xo'p, men primerlarni kichkina time frame'da ko'rsatdim sizlarga. Aslida sizlar daily time frame'dan kelasizlar. Daily time frame'dan shunaqa A bo'ladigan bo'lsa, V larni tortib, A bo'ladigan bo'lsa, A lardan sizlar zona olishlaring kerak. Keyin H4 ga o'tasizlar, keyin H1 ga. Men primerni sizlarga M30 time frame'dan tushunishlaring uchun, ishlagani uchun men sizlarga ko'rsatib beryapman. Tushunyapsizlar, ha? Xo'p. Endi mana H1, H4 daily time frame'miz. Daily time frame'da hali narx qaytmagan. Xo'p, endi sizlarga analizni bir boshidan o'rgataman. Xo'p, qaranglar. Hozir narximiz nechida? Tillani narxi 4808 da, to'g'rimi? 4808 da. Xo'p, значит, bizni narximiz o'sha joyda turibdi. Endi menga bu joyda kerak o'zimga eng yaqin support va resistance zonalari kerak. Nega? Chunki men o'sha zonaga kelsa risk qilaman. Bayga yoki sellga riskovat qilib ko'raman. O'shaning uchun menga eng yaqin zonalar kerak. Endi eng yaqin zona hozir bu yoqda qayerda bo'lib turibdi menda? Support zonam qayerda? V qayerda? V qaranglar, mana bu yerda bor, mana bu yerda bor, mana bu yerda bor, mana bu yerda bor. Narximiz bu yerda bo'lgani uchun eng yaqin V menda mana bu yerda, to'g'rimi? Bu to'g'ri. Mana ular menga uzoqroq-ku, bularga kelguncha oylab, yillab vaqt ketishi mumkin. Bilmaymiz. Eng yaqini poka что menda shu bo'lib turibdi. Mana shu. Endi mana shu joyni men zona qilib olishim kerak. O'zimga aktual ishlaydigan zona qilib tortib olishim kerak. Xo'p, zona olish tartibi. Zona olish tartibi qanaqa bo'ladi? Daily time frame'da, ya'ni kim kunlik time frame'da zonani olishni tartibi bor. Hamma narsani tartibi bor. Ovqat yeyishni tartibi bor. To'g'rimi? Telefon chiqarish tartibi bor. Telefon chiqarish tartibini biz birinchi blokdan chiqaramiz, keyin telefonni ishlata olamiz. To'g'rimi? To'g'ri. Ovqat yeyish tartibi. Misol, birinchi ovqat suzib kelinadi, обязательно qanaqa suyuq ovqat bo'lsa qoshiqda yeyish kerak,
qalin ovqat bo'lsa, lag'mon bo'lsa, vilka deyish kerak, to'g'ri? Hamma narsani qonun qoidasi bor. Именно zona topishni qonun qoidasi bor. Xo'p, qonun qoidasi qanaqa? Pravilasi. Значит, V ni ko'rdik biz line chartdan. Grafikamizni daily time frame'da qo'ydik. Xo'p, bu birinchisi bizda to'g'ri. Biz line chartga qo'ydik grafikamizni. Ikkinchi qiladigan ishimiz ham to'g'ri bo'ldi. Endi uchinchi, to'rtinchi qiladigan ishlarimiz nima? V ni uchidan biz birinchi liniyani qo'yib olishimiz kerak. Вот. Endi birinchi liniyani qo'ydik va ikkinchi liniyani qo'yib olishimiz kerak. Qayerdan? Bu S1. S1 degani supportni birinchi уровень degan. Endi uzun qilib yozib o'tiraman, qisqacha aytyapman. Supportni birinchi уровень. Endi bizga kerak supportni ikkinchi уровень. Ikkinchi уровень birinchi уровеньni har doim pastida yoki yuqorisida bo'lishi kerak. Qaranglar. Yuqorisida u A dan foydalanasizlar. Hozir biz V damiz. V bo'lgani uchun har doim S1 dan keyin S2 уровень pastda bo'ladi. Ya'ni kim qayerda ko'rgansizlar, qaysi kanalda ko'rgansizlar sizlar? Например, bitta tochkadan faqat bay bergan. 4480 bay signal degan. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Например, bizda zona bo'ladi. 4480 yoki da 4400, misol 75 degan zona bo'ladi. O'sha zonaning ichidan narx o'zini harakatini qiladi. Mana buni biz hozir S1 deb olyapmiz, support 1. Mana buni S2 deb olyapmiz. S1, S2 qayerdan keladi, qanday tortamiz desalaring, hozir ozgina sabr qilib o'tirsalaring, tushunib olasizlar. Xo'p, endi men mana bu joydan hozir birinchi liniyamni qo'yib olaman. Чтобы nega? Bu menda V support zona, tushunyapsizlarmi? O'shaning uchun men birinchi уровеньni bu yerdan qo'yaman. Ikkinchi уровеньni lekin line chartdan qo'ymayman. Ikkinchi уровеньni men yaponskiy switchaga grafikani o'zgartiraman. Mana bu yerda sham tashab ketgan, shamni soyasini tashab ketgan bo'ladi. O'sha soyasi tugagan joy bor-ku, o'sha yerdan men уровень olaman. Tushunyapsizlarmi? Mana shu yerdan men уровень olishim kerak. Hozir buni amalda sizlarga ko'rsatib beraman. Xo'p. Birinchi уровеньni mana bu yerdan men qo'yaman. Mana qaranglar, mana V ni uchida mana. Значит, menda necha zona? Xo'p. 4663 menda zona. Ya'ni kim? Qaysi zona? S1 zonam mana. 4663 support birinchi zonam. Endi ikkinchi уровеньni men qo'yib olishim kerak. Дополнительный уровень. Дополнительный уровень bizga nimaga kerak degan savol bor sizlarda. Дополнительный уровень yaponskiy switchaga qo'yganda unaqa soyalar bo'ladi. Sizlar zonani bunaqa qilib tortadigan bo'lsalaring, значит, soya keladi-da, shuning ichida qolib ketib, zonalaring to'g'ri bo'lib aktivni ishlab beradi. Biz дополнительный zonani qo'ymaydigan bo'lsak, yaponskiy switcha mana bunaqa bo'lib yurib kelsa, to'g'rimi? Zona bittalik zona bilan ishlasak-da, примерно. Bu bunday uzun soya tashab ketsa, bizni stopimizda olib qoladi-da, o'shaning uchun. O'shani hisobiga biz дополнительный zonani tortib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, дополнительный zonani yaponskiy switch endi line chartda turgan holatda sразу yaponskiy switchaga o'zgartirasizlar. O'zgartirganlaringdan keyin вот sizlarda qaranglar. Men yaponskiy switchaga qo'yganimdan keyin вот menda nimalar ko'rindi? Nima deydi? Soyasi menda ko'rindi, to'g'rimi mana? Mana menda soya yo'q edi line chartda. Birinchi уровеньni qo'yganimda mana birinchi уровень turadi V'ni bunday bo'lib, V'da ustida. Endi line chartdan yaponskiy switchaga olganimdan keyin вот to'g'ri bo'ldi. Mana uni ko'ra oldik. Nima deydi? Soyani, fitilni, tayoqchasini biz ko'ra oldik. Shu tayoqcha tugagan joydan biz zona ikkinchi уровеньni qo'yamiz. Tushuntira oldim deb o'ylayman. Значит, V birinchi уровень qo'yiladi. Ikkinchi уровень sразу обратно yaponskiy switchaga o'tilib, o'shani soyasidan ikkinchi уровень olinadi. Bo'ldi. Tushunarli deb o'ylayman, xudo xolasa. Xo'p, endi yana line chartga o'tib qo'yamiz. Mana bizda support zonamiz o'sha. Xo'p, endi resistance zonamiz yo'q. Resistance zonamiz qanaqa bo'ladi? Resistance zonamiz, ya'ni men sizlarga boya aytdimki, A bo'lish kerak deb. Ya'ni kim? Mana bunaqa tartibda bo'lish kerak edi. Hozir lekin tilla rekordiy narxda yuribdi. Daily time frame'da hali qaytish qilgani yo'q. O'shaning uchun ham bu yoqda
resistance zonamiz yo'q. Lekin H4 time frame'ga oladigan bo'lsak, topilsa kerak, xudo xolasa. Demak, daily time frame'da biz o'zimizga support resistance zonani oldik. Который supportni oldik. Resistance поэтому yo'q. Chunki tilla rekord narxda. Xo'p, endi H4 time frame'ga o'taman. H4 time frame'ga o'tsam, mana endi ko'rindi. Mana menda endi resistance zona bor. Mana resistance zonani men endi buni bunday qilib tortaman. Endi qaranglar mana. Resistance zonani tortyapman mana. Resistance zonani tortdim. To'g'rimi? Birinchi уровеньni qo'ydim. Tortgan birinchi уровеньni qo'ydim. Birinchi уровеньni qo'ydimmi, endi дополнительный уровень qayerda edi bizda? Yaponskiy switchga o'tib, soyasidan biz ikkinchi уровеньni qo'yishimiz kerak edi, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Endi Yaponskiy switchga o'taman, ana soya ko'rinadi. Qaranglar mana. Line chartda ko'rinmaydi, Yaponskiy switchga qo'ysa soya ko'rinadi. Liniyada ko'rinmaydi, switchga qo'ysa ko'rinadi. Endi o'sha joydan mana men qizil bo'lib turgan switcha bor-ku, tushib ketgan narxi, tushib ketgani. O'shani zona qilib olyapman o'zimga mana. Mana buni men o'zimga buni uchini men o'zimga zona qilyapman. Mana ko'kda olganim yo'q. Chunki mana bu sham bizga qaytib beryapti-da. Selga mana bu harakatni bizga boshlab berdi. O'shaning uchun. Tushunyapsizlar-a? Xo'p, bizda H4 ta resistance zona topildi. Daily time frame'ning zonasi pastda turibdi. Daily time frame'ning support zonasi H4 ta resistance zonasi bor. Bizda eng yaqin zonalar bor. Ertaga xudo xolasa narx tushib keladigan bo'lsa, значит, tasdiqni bersa o'sha joydan buy. Agar shu joydan qaytmagan orqaga qaytish qiladigan bo'lsa, tasdiq bersa mana bu joydan sell. Значит, A bilan V ni ishlash prinsipi. Tushunyapsizlarmi? Xo'p, endi keyingi qaraydigan narsamiz. Значит, H4 ta qiladigan ishimiz qolmadi. H4 ta ham support zonamiz o'sha bo'lib turibdi. Misol mana line chartga qo'ysam ham mana V larda yig'ilib qolgan joyi, kuchliroq bo'lib turgan joyi mana shu yer bo'lib turibdi-da. Значит, resistance zona ham o'sha bo'lib turibdi. Boshqa joyda yo'q. Mana o'rtalarda unaqa bizda figurani bergan yo'q. O'shaning uchun zona torta olmaymiz. Endi qiladigan ishimiz H1 ga o'taman. H1 time frame. H1 time frame ga o'tsam, H1 da ham даже mana bu yoqda zona bor ekan. Mana bu yoqda o'zimizga дополнительный scalping zona qilib olsak bo'ladi. Qaranglar. Hozir tushuntiraman. H1 da ham даже kuchli zona o'sha yer bo'lib turibdi. Qaranglar. H1 da ham mana 1 kasaniya, 2 kasaniya, 3 kasaniya. Даже H1 da endi qarasak mana 1-2 kasaniya. Sizlar zonani bor-ku, to'g'ri tortsalaring bo'ldi. Mana zonani to'g'ri tortsalaring grafikani o'zi sizlarga moslashadi. Sizlar grafikani o'zlaringga moslashtirmaysizlar. Sizlar zonani to'g'ri tortinglar bo'ldi. Grafikani o'zlariga mos bo'lib beradi o'zi. Tayyorlanib beradi. Mana zona, mana kir degan shans beradi sizlarga mana. Daily time frame zonasini men tortgandim boya bitta V. Daily time frame da e'tibor berganlaringda bitta V bo'lib turgandi. Lekin buni men H1 ga o'zgartirganimda mana bunaqa bizga idealniy momentni, ko'rinishlarni berib turibdi-da mana. Mana qaranglar mana. To'g'rimi? Значит, time frame da gap katta. Xo'p, H1 da просто tak qaraysizlar. Kuchli zona bo'ladigan bo'lsa, kuchli zona deganda двойной V. Двойной V degani mana V bo'lgan bo'lsa, shu yoqda V lar yig'ilib qolgan bo'lsa, mana shu sal kuchliroq zona bo'ladi. H1 time frame da o'shanaqa zonalar agar bo'lsa, mana bu neytralniy joyda, o'rtalarda. O'shani tortib olsak bo'ladi. Значит, bizda bormi? Bor. Mana yerda yig'ilib qolgan joy bor ekanda mana. Mana yerda bor mana. Birinchi уровень 4726 mana. 4726 уровень bu support B. Nega bu yoqda bir qilib olyapmiz? Значит, mana V. O'shaning uchun endi ikkinchi уровеньni sizlarga ko'rsatdim, pastdan olamiz. Ya'ni kim yaponskiy switchga o'zgartirib, soyasini olib olamiz ikkinchi уровень qilib o'zimizga. Хорошо? Yaponskiy switchga bizda soya olinadi mana. Endi bizda qaranglar. Ikkita support zona, bitta resistance zonamiz bo'ldi. Endi yanada bizga ishlash udobniy bo'ldi. Agar biz H4 bilan daily ishlaganimizda mana bu zonani kutib o'tirardik. Mana yerga kelishini-da. Endi
Qashqadaryoda ham bizning zonamiz bo'lgani uchun endi mana buni kutamiz. Qaysi biri yaqin bizga? Albatta birinchisi yaqin, ikkiga qaraganda. Chunki skalperimiz misol bozorga kunda 1-2 marta kirishimiz kerak. 1-2 marta kirishimiz kerak bo'lgandan keyin bizga yaqin zona kerak. Yaqin zona mana bu yoqda. Selga harakat qilish zonasi. eBayga harakat qilish zonasi mana bu yoqda. Mana sizlarga chizib rasmni ko'rsatardi-ku qolgan odamlar. Analiz qilishda mana bir boshidan oxirigacha sizlarga kulturniy qilib, chiroyli qilib tushuntirib beraman, xudo xolasa. Idealniy qilib. Xulosa bilimni olasizlar, duo qilib qo'yasizlar degan umiddaman. Xo'p. Endi bugungi qaraydigan narsamiz, bugungi o'tadigan darsimiz, bu birinchi darsning повторенияsi endi. Endi bugungi yangi ma'lumot nima? Bugungi yangi ma'lumotimiz xudo xolasa dars 2, dars 2. Xo'p. Shu joyda bitta yozib olaylik, axi. Chunki nima deydi? Ikkinchi nima endi boshlayapman-da, xudo xolasa. Bo'l, hozir yozaman. Bitta kanalga yozaylik bolalar, xudo xolasa hozir men boshlab beraman chiroyli qilib. Chiqmay turamiz kirganlar. Idealniy joyga kelyapmiz. Nima qilasizlar chiqib? Xo'p. Ikkinchi darsimiz. Tema bizga kerak emas. Tema mayli. Yozib qo'y ustiga. Malayziya esanlar-ku bizda. Bitta strategiya bor, boshqa strategiyani bilmaymiz. Mana shu strategiya bizni boqyapti, xudoga shukr. Malayziya esanar. Xo'p. Ikkinchi darsimiz, значит, Malayziya esanar ichida bizda bolalar formulalar bor. Formula, как matematika darsida ham o'tgansizlar, ana sinus, kosinus aytmayapman. Tradingdagi Malayziya esanarning ichidagi support resistance ichidagi formulalar bor bizda. O'sha formulalari bizda aniq, zo'r ishlab beradi. Zonamiz aktualmi, noaktualmi, aktivmi, noaktivmi o'shani bizga aniqlab beradi. Значит, darsimizni nima deydi? Mavzusi, temasi bizda formulalar. Formulalar. Значит, bizda 4 ta formula bor. Xo'p, birinchi formula bo'ldi S plus S formula. Ikkinchi formula bu bizda R plus R formulasi. Uchinchisi bo'ladi bizda S R formulasi. To'rtinchisi bo'ladi R S formulasi. 4 ta formula bor. 4 ta formulani har bittasining o'zining vazifasi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchida o'sha 4 ta formula bo'yicha bizdan ishlashga, tasdiq olishga, zonamiz yaxshimi, yaxshi emasmi, o'shani bilishga formulaga yordam beradi. Xo'p, birinchi formula S plus S formulasi. S plus S formulasi nima va formulamiz qaraydigan joyimiz anavi nima deydi? Mag'zi deymiz-ku, eng shirin joyi nimada bu formula? Qaranglar, yaxshi tushuntiraman. Xudo xolasa. Qaranglar. V dedim, support dedim, to'g'rimi? Yaxshilab e'tibor beringlar. V support, значит, narxning kelib, именно o'sha уровеньdan reaksiya olib ketishligi bu bizga bir marta ishladi degani. Bu degani bizda plus degani. Tushunyapsizlar-a? Yana kelib narxning o'sha joyda ishlashi bu S degani. Yana support bo'lyapti-ku, to'g'rimi? Support. O'rtada qolib ketayotgan narsa nima? Plus. Xo'p, endi qaranglar. Biz e'tibor beradigan narsamiz mana bu birinchi S'da emas yoki mana bu uchinchi S'da emas. Bizda e'tibor beradigan narsamiz sariq belgilab qo'ydim plyusda. Biz bor fokusimizni, bor bayga ishlanadigan tasdiqni, bor vaqtimizni biz mana shu plyusimizga bersak, o'sha plyus bizga ideal ishlab beradi. Mana shu plyus bizni profitga olib chiqadi. Mana shu plyus degani ikkinchi kelishligi. Xo'p, ikkinchi kelishda ham endi farqi bor-da, ikkinchi kelishda ham farqi bor. Qaranglar. Bozor uptrend bilan downtrend holatida yuradi. Mana shu joyda men sizlarga ideal moment, eng qimmat sizlarga o'sha $500, $1000 ga o'rgatadigan joyini tushuntirib beraman. Qaranglar. Bozor uptrendda yuradi, to'g'rimi? Downtrendda yuradi. Endi sizlarga savol.
Mana shu formula qaysi trendda ishlaydi? Sizlar buni bilmaysizlar. Endi men sizlarga buni aytaman-da. Men sizlarga mana aytaman, xudo xolasa. Mana men bepulga beraman. Qaranglar. Bu yoqda S plus S formulasi bizda imina uptrend holatida ishlaydi. Uptrend holatida. Uptrend degani bozorda bayga yurishi. Xuddi hozir mana bu holat mana. Bozor bayga yuryapti-ku, o'sha holati uptrend. S plus S formulasi bizda uptrend bo'lgandagina ishlaydi. Tushunyapsizlar? Up bo'lganda. Downda emas, uptrendda ishlaydi. Downda ishlata olmaymiz. Downda ishlasak riskovat bo'lib ketadi. Riskimiz ko'p bo'lib ketadi. Xo'p. Primerini ko'rsataymi sizlarga? Primeri mana. Mana buni o'chiraman, kakraz mana zonada turibdi hozir mana qarang. Mana. Bozor gap bilan ochildi, mana. Bozor gap bilan ochildimi? Xo'p. Yurib berdi, mana V bo'ldi, ha? Mana V, to'g'rimi? Mana V bo'ldi, mana S degani bu. Ikkinchi marta kelishi nima edi bizda? Plus. Biz mana shu yerda fokusni qayerda berishimiz kerak edi? Biz mana bu 3-da emas, 2-da berishimiz kerak edi. 2-da biz kuchliroq kirishimiz kerak. 2-da biz normal lot qilishimiz kerak. 3-da 001 dan misol, 3-da men sizlarga aytay. 001 dan 4 ta kirsak bo'ladi. Lekin 2-da biz 5 ta, 8 ta kirsak bo'ladi. Tushunyapsizlar, ha? Xo'p, endi qaranglar. 2-ni qaranglar. Vot, bizga ozgina yurib berish, zonaga qaytib kelish ozroq atkat, uchib ketishi bozorda. Tushunyapsizlar, ha? Bitta bu joy emas, formula bitta bu yoqda ishlamagan. Formula mana bu yoqda ham ishlagan. Mana men ishlagan joyini ko'rsataman sizlarga. Vot. Mana. Keldi bozor, qaranglar. Keldimi? Kelgandan keyin bizga mana qaytishi V. Qizil svicha bo'lyapti-ku. S bizda. Kelishi nima? Plus mana. Mana shu shpilkadan kiryapsizlar, bo'ldi, plus bo'ldi bu. Ozgina yurish, kichkina atkat, vot dalshibay. Mana shu yerdan kimdir kirib qo'yadi yana boshqa kanallar. Mana men sniper entry qildim deydi. Yo'q, unaqa emas. Vot asl sabab mazmun mana bu joyda. SNRda agar to'liq biladigan odam bo'lsa-da, Malayziya SNRda tushungan odam bo'lsa, sabab mana bu yoqda. U yoqda emas sabab. Sabab sniperga kirishda emas, sabab formula borligida, odam bilimi borligida. Xo'p, vot formulani ishlashligi. R plus R formulasi ham bizga xuddi mana shunaqa ko'rinishda ishlaydi va bizda undan tashqari SSR, RRS degan formulalar bor bolalar. Bularni ham xudo xolasa sizlarga o'rgataman. Bularni ham xudo xolasa sizlarga tushuntiraman. Xo'p. Uptrend holatda ishlaydi. Uptrend holatda ishlaydi. S plus S'imiz, qaranglar, istangdan chiqarmanglar. Faqat uptrendda ishlaydi. Bor fokusni, значит, plusga berishimiz kerak. Qaraydigan joylarimiz riskovat plusdan bo'ladi. Mana bu 3-S'dan kichkina riskovat bo'ladi. 2-S'dan normal riskovat bo'ladi. Xo'p. Telefonimning zaryadi 5% qoldi. Hozir telefon o'chib qolsa, zapis to'xtab qolishi mumkin. Значит, hozir men sizlarga bitta formulani o'rgatdim, ha? Yana bizda 3 ta formula bor. 3 ta formulani xudo xolasa sizlarga Malayziya SNR bo'yicha trading darsliklari kanalida Cherezdin dars o'tiladi deb aytildi, to'g'rimi? Cherezdin dars o'tiladi deb aytildi. Xo'p, bugun ikkinchi darsimiz edi, bolalar. Hali sizlar bilan где-то 14 tam 15 ta darsimiz bor. Endi ikkinchi darsda yana to'lig'ini 3-darsda ertaga emas, ertadan keyingi men sizlarga o'tib beraman. Bugungi darsimiz o'sha, mana shu bo'ldi. Xudo xolasa sizlarga yoqgan bo'lsa, novoga bo'lgan bo'lsa, novosti bo'lgan bo'lsa, men xursandman. Zapisni hozir to'xtataman. 33 minut bo'libdi. Как раз